Allohni tanidingmi? Rahmatini bildingmi? Adolatini, lutfini, senga bo'lgan muhabbatini bildingmi? Da'vatini tushundingmi? Agar bularni bilgan bo'lsang, boshqalardan behojat bo'lasan. Agar Allohni tanigan bo'lsang, unga iqbol qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, istig'for etasan. Agar uni tanigan bo'lsang, unga tavba qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, suyanasan. Agar uni tanigan bo'lsang, mahzun bo'lishing mumkin emas. Agar uni tanigan bo'lsang, baxtli bo'lasan. Chunki qalbida chin iymoni bor odam dunyoda baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Har qancha musibat ustingga kelmasin, bu ham o'tib ketadi. Musibating tugamasa sen tugaysan, sen ketasan. Allohning huzuriga borasan. Sening iymoning bor. Haqiqiy iymoni bor odam dunyoda mahzun bo'lishi, baxtsiz bo'lishi mumkin emas, birodarlar. Bir yosh yigit harbiy xizmatga bordi. 1 oy 2 oy xizmat qilgandan keyin otasi general. Shu harbiy qismni generali. Endi serjant unga do'q bo'lsa qilyapti, qo'rqityapti. Endi shu bola o'tirib olib yig'ilib, xavotirga tushishligi aqldanmi? Agar qo'rqib xavotir olayotgan bo'lsa, bitta serjantdan, demak otasini tanimas ekan kimligini. Chunki harbiy qismni kattasi kim edi? Shu generalmi, shuni otasimidi? Demak otasini tanimabdi bu odam. Seni biroq qo'rqitsa qo'rqma. Biroq va'da bersa ishonvorma. Biroq tushkunlikka tushsa qo'rqib ketma. Chunki bu olam kim qo'lida? Allohni tanigan odam birodan qo'rqmaydi, birodan umid qilmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'lyapti? Qo'rqmang birodar, xotirjam bo'ling. Dada, tuya 1 tanga bo'pti, bitta tilla tangaga tuya berar ekan desa, bolam qani o'sha tanga deyapti. Yo'qda. Oradan 1 yil o'tdi, dada, mana endi tuya 100 tanga bo'pti desa, mana tanga bo'lim deyapti. Ya'ni 1 yildan keyin tuya minish yozilgan, 1000 tanga bo'lsa ham minasiz. 1 yil yo'qmi minishingiz? Minmaysiz. Ma'qulmi? Kim aytgani bo'ladi? Hasan Basridan so'rashdi. Bunaqa bir martaba maqomga qanday erishdingiz? 2 ta narsa bilan deb javob berdi Hasan Basri. Odamlarning dunyolaridan behojat bo'ldim. Odamlar mening ilmimga muhtoj bo'lishdi. Basra ahlidan so'rashdi. Shaharlardagi eng boy odam kim? Hasan deyishdi. Al-Basri rahimahulloh. Nimasi bilan boy deganida, uning ilmiga hamma muhtoj, lekin u hech kimga muhtoj emas dedi. Uni azizligi iymoni bilan. Birodarlar, oxir zamonga kelib amirlar, mansabdorlar olimlarning ilmiga muhtoj bo'lmay qo'yishadi. Vaholanki ana shu amirlar olimlardagi bu ilmga muhtoj edi. Shu bilan birodarlar, millatlar, xalqlar, ummatlar tubanlikka yuz tutadi. Abbosiylarning ulug' xalifalaridan bo'lgan Ja'far al-Mansur. Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi davridagi xalifalardan. Xalifa Abu Hanifaga aytayapti: "Bizni ziyorat qiling, huzurimizga tashrif buyuring." Imom nima deb javob berdi? Nima uchun sizlarni ziyorat qilishim kerak? Sizlarda meni hojatim yo'q. Sizlarda faqat sizlarda ehtiyoji bo'lgan odamlar ziyorat qilishadi. Agar siz menga ikrom ko'rsatsangiz, meni fitnaga solib qo'ygan bo'lasiz. Agar oldingizga borganimda meni o'zingizdan uzoqlashtirsangiz, meni xorlagan bo'lasiz. Avvalgi davrda amirlarni, sultonlarni eshintagiga bormagan olimlar o'shuning uchun aziz bo'lgan. O'shuning uchun gapi o'tgan. Keyingi davrlarda bu narsalar ozayib ketdi. Shuning uchun olimlarni ilmini haybati pasayib ketdi. Shuning uchun Allohga muhtoj bo'l birodar. Agar Allohni taniydigan bo'lsang, hech kimdan qo'rqmaysan. Hud alayhisalom qavmi tahdid qilishganda nima dedi? Fakiduni jami'an. Men da'vat yetkazdim, Allohga tavakkal qildim, endi qo'lingizdan kelgan ishni qilinglar. Hud alayhisalomning azizligi Robbisiga bo'lgan iymoni bilan, tavakkul bilan edi. Alloh taologa duo qilinglarning ikkinchi ma'nosi. Hadiya har qanday odamni qalbiga yo'l ochadi. Rasululloh aytganlar, tahaddu tahabbu. Hadiya vasila, hadiya vosita. Alloh taoloning ismlaridan o'zingga ulush olib, o'zingni Allohni rozi qiladigan, huquq bilan ziynatlaydigan bo'lsang, Alloh taolo seni albatta mukofotlaydi. Rasululloh aytadilar, rahimli insonlarga Rahmon rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, sizlarga osmondagi zot rahim qiladi. Rahimli bo'ling,
Hadiya qiling rahmni, Alloh tomonidan hadiya olasiz. Alloh taolo latif, muloyim bo'lgan zot. Latiflikni, muloyimlikni hadiya qiling odamlarga, Alloh tomonidan mana shu latiflikni olasiz. Alloh taolo adolatli zot. Odamlarga adolatni hadiya qiling, Alloh tomonidan adolatni olasiz. Agar biz Allohni tanisak, duo qilamiz, duo qilsak, ijobat qilishdan umid qilamiz, umid qilsak, Allohga yaqin bo'lamiz. Demak, ikkinchi ma'nosi shu. Alloh taoloning go'zal ismlaridan o'zimizga ulush nasib olishligimiz kerak. Alloh taoloning pok, at-toyib ismini dars qilyapmiz. Pokiza ayol bo'ladi. Bu Alloh taoloning katta marhamati. Rasululloh aytganlar, dunyo o'zi matoh. Dunyo o'zi matoh, lekin shu matohning ichidagi eng afzali solih ayol degan. Pokiza taom. Pokiza taom qimmat bo'lganligi uchun, tansiq, antiqa taom bo'lganligi uchun emas pokiza. U pokiza pul bilan, halol kasb bilan topilganligi uchun pokiza. Ey Sa'd, luqmangizni pok qiling, duoingiz mustajob bandalardan bo'lasiz. Birodarlar, hammamiz imkoniyatimizda bor bu narsa. Qilayotgan kasb-korimiz, tijoratimiz pok bo'lsa, Robbimiz pok zot. Poklikni yaxshi ko'radi. Bunaqa odamni qilgan duosi ijobat. Pok uy. Qanaqa bo'ladi pok uy? Gunoh, ma'siyat